Hurmatli ishtirokchilar, ushbu video qo'llanma orqali siz davlat xaridlari elektron do'konida savdolar jarayoni bilan tanishasiz. Buyurtmachi tomonidan narx so'rovi kelib tushgandan so'ng 2 ish kuni ichida bir marta boshlang'ich narxdan past taklif berish imkoniyati mavjud. Agar savdoda bitta ishtirokchi bo'lsa, tizim avtomatik ravishda past narx taklif qilish haqida xabar yuboradi. Agar 2 yoki undan ortiq ishtirokchi bo'lsa, eng maqbul narx taklif etgan ishtirokchi g'olib deb topiladi va shartnoma avtomatik shakllantiriladi. Shartnoma va to'lov kafolati. Shartnoma tasdiqlangach, buyurtmachi tomonidan shartnoma summasi uning kliring hisob varag'ida bloklanadi. Bu haqda tizim ijrochiga xabar yuboradi. Mahsulotlar belgilangan muddatda yetkazib berilgandan so'ng, mablag'lar ijrochining shaxsiy hisob varag'iga o'tkaziladi. Muhim ogohlantirish: shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaslik insofsiz ijrochilar reyestriga kiritilishiga, 2 yil muddatga davlat xaridlarida ishtirok etish huquqidan mahrum etilishiga sabab bo'lishi mumkin. E-birja — ishonchli bitimlar maydoni.